Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, hurmatli ota-onalar hamda qadrli o'quvchilar. Bugun maktabimizda o'quv jarayonlari, tizimlari haqida siz bilan suhbatlashamiz. O'quvchilarimizning aksariyatlari uzoq hududlardan kelishadi. Shuning uchun ularning xavfsizliklarini ta'minlash maqsadida uychi va yuksalish yo'nalishlarida avtobuslar qo'yganmiz. Mana hozir birinchisi keldi. Ularni kutib olish jarayonidamiz. Maktabimizga kirishingiz bilan o'quvchilarni mana bunday turniketlar kutib oladi. Bunda har bir o'quvchimizni suratlari kirgizib qo'yilgan, begonalarni kirgizilmaydi va turniketdan o'tgandan keyin bu yerda o'quvchilarni maxsus xavfsizlik tizimiga javob beruvchi xodimimiz kutib oladi. O'qishlar yaxshimi? Молодец. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Jonaxon, Aminaxon, yaxshimisizlar? Biz har kuni ertalab o'quvchilarimizni shunday kayfiyatda kutib olamiz. Bu videoga olish uchun emas, bizni har kunlik ishimiz. O'quvchilar biz bilan o'zini do'stday his qilishi, ularni o'qishga ham baribir ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Va alaykum assalom. Biz o'quvchilarni hozir kutib olish jarayonimizda yuksalish yo'nalishidagi avtobusimiz ham keldi. Ularni ham kutib olamiz. Maktabimizda darslar boshlandi. Endi maktab hayotidan lavhalar bilan sizlarni tanishtiramiz. Kelavering. Eshigidan kiraverishda bizning qabulxonamiz bor. Qabulxonada Ahmadbek kutib oladi. Bu yangi kelgan ota-onalar, o'quvchilar bilan suhbat olib boradi, maktab hayoti bilan tanishtiradi. Va undan tashqari mavjud o'quvchilarimizni maktab to'lovlari masalalarida yordam beradi. Hozir biz maktabimizni birinchi qavatida turibmiz. Birinchi qavat asosan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun moslashtirilgan va bu yerda biz o'quvchilarni har birlariga alohida shkaflar berganmiz. O'quvchilar bu joyda o'zlarining shaxsiy buyumlarini saqlashadi, kitob daftarlari va hokazo narsalar turadi. Hozir darslar qizg'in jarayonda. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, biz har bitta sinfxonaga o'z sinflarining nomlarini berib qo'yganmiz. Akademiklar, bilimdonlar xonasi. Hozir bitta chiroyli narsaga ko'zim tushib qoldi. O'qituvchi sinfxonani eshigiga quvonchni o'zingiz bilan olib keling degan ajoyib narsa joylab qo'yibdilar. Bu ham o'quvchilarga qo'shimcha motivatsiya bo'ladi. Har kirganda buni ko'rib kirish sinfga o'zgacha kayfiyat baxsh etadi. Maktabimizda biz asosan ingliz tili, matematika, rus tili va ona tili fanlariga ixtisoslashtirib, chuqurlashtirib o'tamiz. Bundan tashqari mental arifmetika, taekvondo, kurash kabi to'garaklarimiz ham mavjud. O'quvchilarimiz bu sohalarda ham quvonarli natijalarni qayd etib kelishyapti. Yaqinda Andijon viloyatida o'tkazilgan xalqaro taekvondo olimpiadasida o'quvchilarimizni deyarli barchalari 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinli yutuqlarni qo'lga kiritishdi. Va bundan tashqari mental arifmetikadan ham o'tkazilayotgan musobaqalarda eng yuqori natijalarni qayd etib kelishmoqda. Biz hozir boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz haqida gaplashdik. Endi o'qituvchilarimizga to'xtalib o'tsak. Bizda o'qituvchilar bir necha bosqichli imtihonlar asosida saralab olinadi. Shuning uchun ham juda kuchli jamoa shakllantirilgan. Hozir biz boshlang'ich sinf o'quvchilarimizdan bilimdonlar xonasiga kirib ko'ramiz. Dars yo'llari qanday tashkil etilyapti, sinfxonalari qanday jihozlangan, bezatilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Ko'rib turganingizdek, har bitta xonamizda o'quvchilar uchun maxsus sensor doskalar va markerli doskalar qilingan. Xonamiz keng, yorug'. Bu xonamizda o'quvchilar uchun xavfsizligi uchun maxsus gilamlar solingan. O'quvchilar bu xonaga kirganda o'zlarining maxsus oyoq kiyimlari bilan kirishadi. Xo'p, o'quvchilarimiz ichida hali yosh bo'lishiga qaramasdan, bular endi 1-sinfsizlar.
birinchi sinf, lekin mental arifmetikadan, taekvondodan chempion bo'lganlar, yaxshi yutuqlarga erishgan o'quvchilarimiz bor. Shunaqami? Qaysi o'quvchilar taekvondo bo'yicha chempionatda qatnashib, faxrli o'rinlarni olishdi? Malades. Endi esa maktabimizni o'quv va tizimlashtirish bo'yicha mas'ul bo'lgan xodimlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Hozir bu xonada ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Abrorjon Husaynov borlar. Ularni hozir nimalar bilan band ekanligini birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Abrorjon, yaxshimisiz? Hormang. Uzr, bezovta qildik. Biz Novdada bir kun videosini olayotgan edik. Shu uchun uzr bezovta qildik. Siz nima ishlar bilan bandsiz? Ayni vaqtda jarayonlar qanaqa ketyapti? Shu haqida ozgina ota-onalarimizga ma'lumot bersangiz qiziqroq bo'lardi. O'tirib olishingiz mumkin bemalol. O'quvchilar bilan turli xil ma'naviy tadbirlar tashkil qilish va undan tashqari davra suhbatlari, misol uchun turli xil debatlar o'tkazamiz. TEDx loyihasi, zakovat o'yinlari bor. Va yana bir loyiha boshlayapmiz, talantlar shousi va bunda o'quvchilarimiz o'z mahoratlarini namoyish etishadi va hozirda 20 ga yaqin o'quvchimiz ro'yxatda o'tishgan qatnashish bo'yicha va buni sizlar bilan ulashib boramiz jarayonlarini. Ko'rib turganingizdek, bu yer o'qituvchilar xonasi. O'qituvchilarimiz dars vaqtdan bo'sh vaqtlarda bu yerlarga kirib o'zlarini keyingi darslar uchun tayyorgarliklar ko'rishadi va bu yerda maktabimizning butun tizimi kamerada nazorat qilib boriladi va hozir shu joyda bizni eng mehnatkash, fidoyi o'qituvchilarimizdan o'quv bo'limi rahbari Bahodirjon ham shu yerda ekanlar. Ularga ikki og'iz so'z navbatini bersak. Assalomu alaykum. Men Abdullayev Bahodir, Novda milliy maktabi o'quv bo'limi rahbariman. O'quv bo'limi haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, o'quv bo'limi maktabdagi o'quvchilarni o'zlashtirish ko'rsatkichlarini, maktabdagi dars jarayonlarini, dars jadvallarini, o'qituvchilarni taqsimotini, past o'zlashtirayotgan o'quvchilarni fanlarga, o'zlarining qiziqqan yo'nalishlariga to'g'ri yo'naltirish bilan shug'ullanadi. Hozirgi vaqtda biz kelgusi o'quv yili uchun yangi tizim ustida ish olib boryapmiz. Ayni vaqtda esa men platformada ko'rishingiz mumkin, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini tahlil qilyapman. Ya'ni choraklar kesimida kimda o'sish bor, kimda orqaga qaytish bor, ularni nazorat qilib bormoqdaman. Platforma haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bizda ERPmiz ishlab turibdi. Hozirgi vaqtda bunda asosan kunlik dars jadvallari, o'zlashtirish ko'rsatkichlari aks etadi. Qo'shimcha ravishda o'quvchilarning kunlik taomnomasi, tadbirlar rejasi, shuningdek ularni salomatlik ko'rsatkichlari ham aks ettirilgan. Platformaning qulayligi shundan iboratki, ota-ona platforma orqali o'quvchilar natijasini ko'ra oladi. Ota-onalar uchun alohida login parol berilgan, kirib shundan kalendar qismidan bolalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini ko'rishlari mumkin. Shuningdek, keyingi sahifalarga o'tib, taomnomasi, bugungi kunlik faoliyati, davomatlarni ham tekshirishlari mumkin. Ayni vaqtda tizim faol ishlamoqda. Ota-onalardan ham faol bo'lishlarini so'ragan bo'lardik. Bu ko'rib turgan joyingiz maktabimizning 2-qavati. Bu yerda yuqori sinf o'quvchilarimiz tahsil olishadi. Ularga qulaylik yaratish maqsadida biz darsdan bo'sh vaqtlarda alohida o'tirib mutolaa qiladigan, kitob o'qiydigan, dars qiladigan sharoitlar qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari maxsus kullerlarda ular uchun suv tashkillaganmiz va o'quvchilar bu yerlardagi kurslarda o'tirib alohida dam olishib, suhbatlashishlari uchun, hordiq chiqarishlari uchun sharoit tayyorlab qo'yganmiz. Bu yer o'quvchilarimizning eng sevimli joylaridan sport zal. Bu yerda ko'rib turganingizdek, kenglik, yorug'lik, hamma sharoitlar qilingan, qulaylik juda ham yaxshi va eng asosiysi o'quvchilarimiz uchun xavfsizliklarini o'ylagan holda yumshoqqina mat qoplama bilan jihozlangan va o'quvchilar uchun, yigitlarimiz uchun alohida, qizlarimiz uchun esa alohida kiyinish xonalari tashkillangan. Maktabimiz nafaqat ta'lim, balki sportga ham jiddiy e'tibor qaratganmiz. Buni misolida sportning taekvondo va kurash turlaridan alohida to'garaklar tashkil etilgan va o'quvchilarimiz bu sohalarda ham yaxshigina natijalarni qo'lga kiritishmoqda. Bunga misol qilib, yaqinda taekvondo bo'yicha xalqaro musobaqada qatnashib, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni qayd etishdi. Kurash bo'yicha esa viloyat musobaqalarida munosib ishtirok etishmoqda.
biz maktabimizda o'quvchilar uchun qo'l telefonlaridan foydalanishga ruxsat bermaganmiz. Lekin istisno tariqasida ota-onalar farzandlaridan xavotir olishlari mumkin. Shuning uchun klaviaturali oddiy telefonlardan foydalanishga ruxsat berganmiz va uni ham darsxonalariga olib kirishmaydi. Maxsus shkaflar tashkil qilganmiz, ko'rishingiz mumkin. Mana ayrimlaridagina faqatgina oddiy telefonlar bor. Bu o'sha o'quvchilarni ota-onalari xavotir olmasliklari va darsdan chiqqanlaridan keyin aloqada bo'lib turishlari uchun yaratilgan imkoniyat. Lekin yuqori sinf o'quvchilarimizda darslar murakkablashgani va mavzularning jiddiylashgani sababli noutbuklardan foydalanishga ruxsat berganmiz. Navbatda tanishtirmoqchi bo'lgan xonamiz informatika xonamiz. Kelersiz. Assalomu alaykum. Abdolim, Xormay, yaxshimisiz? Kimsiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Hozir dars vaqti emas shekilli, sizga bitta ikkita savollarimiz bor edi. Biz maktabimizda bir kun videosini olayotgandik. Abdolim, hozir ayni vaqtda o'quvchilarga nimalar o'rgatyapsiz, qaysi dasturlardan foydalanyapsiz? Shular haqida kuzatuvchilarimizga, ota-onalarga ikki og'iz fikringiz bo'lsa. Biz informatika darslarimizni 4-sinfdan boshlaganmiz va yuqori sinflargacha o'tamiz. Hop, bunda boshlang'ich, ya'ni 4-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimizda raqamli gigiyena, internetdan to'g'ri foydalanish, kompyuterdan to'g'ri foydalanish va IT savodxonliklarni o'rgatamiz. Hop, undan keyingi yuqori sinflarimizga esa yana ham chuqurlashtirilgan holatda tarmoqlardan foydalanish, kompyuter ichki qurilmalari, sozlamalarni sozlashlarini, ya'ni o'zida foydalanish kerak bo'lgan muhim narsalarni o'rgatamiz. Undan keyingi bosqichlarda esa yuqori sinfga o'tgan sari sun'iy intellekt yo'nalishlarida davom ettiramiz. Ya'ni sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish, uni turlari va bizga kerak bo'ladigan qismlarni o'rgatishga qaratilganmiz. Bu ko'rib turgan xonani informatika xonamiz bo'lib, bunda barcha o'quv qurollari, ya'ni bizga kerak bo'ladigan asosiy kompyuterlarimiz yetarli bo'lib, bu yerdagi kompyuterlarimizni darajasi esa o'sha biz o'rganadigan dasturlar, sun'iy intellekt asoslariga bemalol yetadigan darajada sozlangan, ko'tara oladi. Bizni navbatda tashrif buyurmoqchi bo'lgan xonamiz barcha maktablarda bo'lishi shart deb o'ylayman. Bu psixolog xonasi. Hozir kirib ko'ramiz. Manzura opa mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sumisiz? Charchamayapsizmi? Shuni ushlab olasiz. Biz maktabimizda bir kun videosini olayotgan edik. Shu uchun sizni ham ushbu videoda fikrlaringiz, mulohazalaringizni berib o'tsangiz deb tashrif buyurdik. Men Novda milliy maktabi amaliyotchi psixologi Imomova Manzura Ibodullayevna bo'laman. Meni asosiy ish faoliyatim maktabdagi o'quvchilar va o'qituvchilarda doimiy kayfiyati bilan bog'liq vaziyatlarni o'zaro o'rganish va ular bilan ko'proq muloqotda bo'lish. Hozir ham bugun gaplashishim kerak bo'lgan o'quvchilar ro'yxatini tuzib o'tirgandim. O'zimda har kunlik grafikim bor. Grafik bo'yicha har kun o'quvchilarimda gaplashishim kerak bo'lganlari, doimiy gaplashishim kerak bo'lganlari va gaplashishni yakunlamoqchi bo'lgan o'quvchilarning ro'yxatini tuzib, shu tartibda ish olib boraman. Mana yaqinda o'tgan hafta 9-sinflarimizda ota-onalar uchun trening o'tkazdik. Xohlardim bu treningda ota-onalarimiz faol ishtirok etishlarini, sababi biz hozir o'smir yoshdagi bolalarimizda juda ko'p muammolar vujudga kelyapti. Ana shu vaziyatlarni bolalar ota-onasi bilan gaplasha olmaydigan vaziyatlarni biz ota-onalarga chiroyli, silliq tarzda yetkazib qo'yadigan vaziyatlarimiz, holatlarimiz bo'ladi. Keyingi hafta xudo xohlasa may oyiga rejalashtiryapti. 10-sinf o'quvchilarni ota-onalar bilan gaplashishimiz rejaga qo'yayotganmiz. Sababi o'quvchilarda o'qishdagi holatlari, mana bahor mavsumi kelib qoldi. Bolalarimizda emotsional jarayonlar jadallashib boryapti. Bolalarimiz his-tuyg'ularga boy holatlarni o'tkazishyapti. U quvonchli bo'lishi mumkin, u qayg'uli bo'lishi mumkin, u o'zini yolg'iz his qilishi mumkin. Mana shu holatlarda o'quvchilar ota-onasiga ayta olmaydigan holatlarni, vaziyatlarni biz bilan bo'lishadi. Ya'ni men bilan vaqti kelsa soatlab gaplashaman, vaqti kelsa 10 minut gaplashaman, vaqti kelsa ular bilan har kunlab ham gaplashadigan kunlarim bo'ladi. Maqsadim shu o'quvchilarni o'qish bilan birgalikda ularni emotsional intellektini ham rivojlantirish. Shuning uchun xohlardim ota-ona doim men bilan aloqada bo'lib turishlarini, birga biz natijaga olib chiqishimiz uchun albatta ota-ona doim biz bilan aloqada bo'lib tursa yaxshi bo'lardi.
Rahmat opa, fikrlaringiz uchun. Biz endi keyingi hamshira xonasiga tashrif buyuramiz. Bu yer maktabimizda hamshira xonasi. Bu yerda o'quvchilar dars vaqtida yoki darsdan tashqari vaqtida o'zlarida horg'inlik sezsa yoki qanaqadir sog'liq bilan bog'liq muammolarga duch kelishsa, kelib ustozni konsultatsiya olishadi va ustoz birinchi tibbiy yordam ko'rsatadilar. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'quvchilar uchun o'ziga yarasha sharoitlar yaratib berilgan. Hozir biz 11-sinflar, ya'ni bitiruvchi sinflarimiz oldiga ketayotgandik. Bitta narsa e'tiborimni tortdi. Bu o'quvchilar uchun qo'yilgan maxsus quti. Bunda o'quvchilar o'zlarining fikrlari, takliflari yoki qanaqadir e'tirozlari haqida xat yuborishadi va buni shaxsan o'zim bitta-bitta o'qib chiqib, ularga chora ko'raman yoki u muammolarni hal qilishga ko'maklashaman. Va bundan tashqari biz maktabimizda turli xil ko'zga tashlanadigan joyga shunaqa belgilarni qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni belgilar bilan ishlash ham bolalarda ancha natijaliroq samara beradi. Endi 11-sinflar tomon yo'l olamiz. 11-sinflarimiz uchun ham o'sha maxsus shkaflar taqdim etilgan va e'tibor bering, bizda kichkina sinflarimiz tomonidan texnologiya darslarida qo'l mehnatida qilingan ishlarni qo'yib qo'yishibdi. 11-sinflarimiz bitiruvchi sinf bo'lishgani uchun ularga nisbatan chekkaroqda, tinchroq alohida xona qilib berganmiz. Kelaveramiz. Assalomu alaykum. O'tiringlar, rahmat. Yaxshimisizlar o'quvchilar? Sog' salomatmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Bu yilgi o'quvchilarimizning natijalari o'tgan yilgi o'quvchilarnikidan anchayin yaxshilangan. Bu bizni quvontiradi, chunki yildan yilga tizimimiz ham, o'quvchilarimizning natijalari ham yaxshilanib boryapti. Hozir hali imtihonlar boshlanmasdan bir necha o'quvchilarimiz talabalik baxtiga muyassar bo'lishdi va bularni ham o'zlaridan maktab haqida, umuman erishgan natijalari haqida fikrlari bo'lsa, o'rtoqlashib ko'ramiz. Noda Schoolga kelganimda birorta fandan sertifikatim yo'q edi. Bu yerga kelib hozircha 4 ta sertifikatga ega bo'ldim. Kimyo fanidan A+, biologiyadan B, IELTS 6, ona tilidan C sertifikati. Men Turg'unpo'latova Rayhona 11-sinfning Garvardida o'qiyman. Maktab haqidagi taassurotlarimning barchasi ijobiy. Bu yerga birinchi marta 3 yil oldin 9-sinfligimda kelganman. Birinchi marta maktabga kelganimda o'quv tizimini ko'rib va bu yerdagi muhitni ko'rib juda ham ajablanganman. Menga ma'qul kelgan va hozir 11-sinf bo'lsam, shu 3 yil ichida juda ham katta natijalarga erishdim deb ayta olaman. Bu nafaqat akademik jihatdan, balki insoniy jihatlardan ham juda ko'p o'zimga kerakli bilim va tajribalarni oldim. Men Abdujalil Falazbek, Noda School 11-sinf o'quvchisiman. Bu maktab yangi ochilgandan beri o'qiyman, 9-sinfligimdan beri. O'zi bu maktabga faqatgina to'g'risini aytganda IELTS olish maqsadida kelgandim. Shundan so'ng yana sertifikatlarim ko'paydi. Hozirgacha 5 ta fandan sertifikatga ega bo'ldim. Matematikadan B+, ona tili B, tarix B, IELTS 7 va SAT 1340. Bunday natijalarga Noda School tomonidan yaratib berilgan shart-sharoitlar va o'qituvchilarimni samarasi o'zimning harakatim tufayli erishdim. Men G'ofurjanova Gulnoza, Noda Schoolning 11-sinf o'quvchisiman. Bu yerga kelganimga ko'p bo'lmasa-da, bir nechta sertifikatlarga ega bo'ldim. Ona tilidan B+, tarixdan C, matematikadan C+, hamda IELTSdan 6 sertifikatlarini oldim. Maktabimizning asosiy qismi hisoblanadi, ya'ni bu yer oshxonamiz. Bu joyga bir vaqtda 250 ta o'quvchi ovqatlanishga mo'ljallangan. Birinchi 6-sinf o'quvchilarimiz birinchi smenada, undan yuqori sinf o'quvchilarimiz esa ikkinchi smenada kirib ovqatlanishadi. Ko'rib turganingizdek, tushlik bo'lishiga bir necha daqiqalar qoldi va o'quvchilar kirish uchun joylar ancha hozirlab qo'yilgan va o'quvchilarga oshxonada yoqimli hissiyot berish uchun milliylikni aks ettirganmiz va tabiiy gullar bilan bezatilgan. Mana taomimiz ham keldi. Endi buni tatib ko'rib, ta'miga baho beramiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Menga tushlik juda ham yoqdi. Bu uchun oshpazlarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz va o'quvchilarimiz ham bu haqida fikrlarini so'rab ko'ramiz. Yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Maktabimiz ovqatlari yoqadimi? Qani sizga? Qaysi ovqatlari ko'proq yoqadi sizga? Osh. Osh yoqadi. Birinchi sizgachi? Lagmon. Lagmon. Oysha begimga? Beshtek. Beshtek. Osh. Aha. Zo'r. Chuchvara. 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 Malades. Osh. Zo'r. Hammaniga ovqatlar yoqadi. Malades, zo'r. Maktabimiz ovqatlari yoqadimi? Agar 10 ballgacha baholasa, necha baho qo'yardinglar? 9 ball. 9 baho. 10. 10. Malades, zo'r. Demak, juda yoqar ekan-a? Rahmat kattakon. Endi maktabimizda asosiy tadbirlar, loyihalar o'tkaziladigan faollar zaliga tashrif buyuramiz. Assalomu alaykum. Assalom. Kayfiyatli yaxshimi? Xo'p, bu joyimiz maktabimizda asosan o'tkaziladigan tadbirlar, loyihalar, ota-onalar majlisi, xodimlar bilan bo'ladigan majlislarni, master klasslarni o'tkazadigan joy. O'quvchilarimiz tomonidan tashkil etilgan loyihalar ham asosan shu joyda o'tkaziladi. Shu jumladan TEDx Nowda debat, mana yaqinda Talent Show, ya'ni iqtidorli bolalarni iqtidorini kashf etish uchun alohida loyiha ishlab chiqishyapti. Shuni ham shu joyda o'tkazishni boshlaymiz va ayni vaqtda Bahodir ustozimiz nima ishlar qilyapsiz? Biz o'quv va tarbiyaviy jarayonlarni hozir o'tkazmoqdamiz. Bular 10-sinf, ikkala 10-sinf ham shu yerda 39 ta o'quvchi o'qishlari va tarbiyaviy holatlarni bir tahlil qilib gaplashyapmiz, suhbat o'tkazyapmiz. Juda yaxshi Bahodir. Bular 10-sinf bo'lsa, oz vaqtdan keyin bitiruvchi sinfga aylanishadi. Bularda natijalar qalay? Natijalar qay darajada qo'lga kiritayotganlari bormi? Natija yildan yilga o'sib boryapti. Bu quvonarli. O'tgan yilgi bitiruvchilardan bu yilgi bitiruvchilar ilgarilab ketishdi. Bular ham keyingi yilgi bitiruvchilarimiz, ulardan albatta o'tib ketamiz deb hozir yaxshi o'qishyapti. Natijalar ham chiqishni boshlagan. Hozirda bularda A sertifikatlar, milliy sertifikat, ayrim o'quvchilarimizda til bilish bo'yicha yuqori natijalar 7.5 darajadagi IELTS sertifikatlari ham mavjud. Menimcha bularni o'quvchilarni o'zidan eshitsak yana ham yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Nuriya. Men hozirda Nowda School 10-sinf o'quvchisiman va til bilish sertifikatlaridan IELTSdan 7.5 balga erishdim. Qolsa shuni ayta olamanki, bu balga erishishimda maktabni juda ham katta o'rni va ustozlarni menga bo'lgan ishonchi juda katta o'rin tutdi. Assalomu alaykum. Men hozirda Nowda School 10-sinf o'quvchisiman. Shuni aytmoqchimanki, kelganimga qisqa muddat bo'lishiga qaramasdan, hozirda yaxshi natijalarga erishdim va bunda albatta ota-onamning qo'llab-quvvatlashi va maktabdagi muhit, ustozlarimning tajribasi katta o'rin tutadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Durdona, 10-sinf o'quvchisiman. Menda ham Nuriyaniki kabi IELTS, ya'ni ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha 7 ballga egaman. Albatta, bu maqsadlarim sari eng kichik qadam desam ham bo'ladi. Bu natijaga erishish uchun asosan ustozlarimizning bizga bergan yordami, Qodirxon ustoz, Jahongir ustoz bizga yaratib bergan qulayliklar sababli shunaqa natijalarga erishyapmiz. Buning uchun rahmat aytaman doim. Bizni navbatdagi xonamiz kimyo laboratoriya xonasi bo'lib, bu boshqa xonalardan tubdan farq qiladi. Sababi kimyoda bilasiz, turli xil laboratoriyalar o'tkazib turiladi va uchun maxsus kafla tayyorlangan, o'zini laboratoriya uchun maxsus jihozlari bilan ta'minlanishi kerak. Mana e'tibor bersangiz, o'sha o'zini probirkalari
har bitta o'sha maxsus laboratoriyalar o'tkazish uchun foydalaniladigan barcha jihozlar bilan ta'minlab berilgan va bu shkafimizda esa laboratoriya uchun maxsus moddalar bor. Bu o'qituvchini nazoratsiz tegishib olmaydi o'quvchilar, chunki har bitta shkafga e'tibor bering, qulflab qo'yilgan, chunki o'qituvchi nazoratsiz bu moddalarga yoki laboratoriya jihozlariga tegishi mumkin emas hisoblanadi. Bizda asosiy darslar o'z yakuniga yetdi. Kunning ikkinchi qismida o'quvchilar dars tayyorlash jarayoni bilan mashg'ul bo'lishadi. Hozir mana 7-B sinfiga kirishib ko'rishimiz mumkin. O'quvchilar bemalol bu yerda o'quvchilar kunning ikkinchi qismida o'zlariga berilgan topshiriqlarni ayrim qismlarini bajarib ketishadi. Chunki maktab odatda 4,5 soat 5 gacha davom etgani uchun uyga borgandan keyin hammasiga ulgurmasliklari mumkin. Shu uchun bu yerda asosiy qismini qilib olishadi. Uyda bo'lsa qolgan qismlarni davom ettirishadi. Mana misol hozir Abubakir, siz qaysi fandan topshiriq bajaryapsiz? Ingliz tilidan. Zakariya sizchi? Ingliz tilidan. Ismoil sizchi? Ona tilidan. Zo'r bolalar. Yaxshi, davom eting. Keyingi xonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu vaqtda hammasida o'qituvchilar nazorat qilib o'tirishadi, o'quvchilar bo'lsa uy ishlarini bajarishadi. Bu xonamiz maktabga tayyorlov xonasi deyiladi. Xalq tili bilan aytganda 0-sinflar uchun bu yer 20 ta o'quvchi uchun moslashtirilgan va kelgan o'quvchilarda maktabga bo'lgan muhabbatni oshirish uchun biz sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Maxsus konteynerlarda har bitta o'quvchi uchun kelishganida o'quv qurollaridan foydalanishlari uchun maxsus sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarimizda kunning ikkinchi qismida sport va mental arifmetika to'garaklari tashkil etganmiz. Hozir dars jadvali bo'yicha mental arifmetika darsimiz Temuriylar xonasida ekan. Kirib birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'tiraveringlar. Yaxshimisizlar o'quvchilar? Kayfiyatlar qalay? Zo'rmi? Malades. Xo'p, hozir nima dars? Mental. Sizlarga yoqadimi? Men mental arifmetika bo'yicha sizlarga savol berib ko'rsam, javob bera olasizlarmi? Ha. 2 qo'shuv 2 qo'shuv 5 ayru 2 ayru 7 qo'shuv 3 qo'shuv 1 ayru 2. 2. Malades, zo'r. Musobaqalarga qatnashgan o'quvchilar bormi? Ha. Kimlar? Oho, deyarli hamma va o'quvchilar o'qishlarga omad, darsda yaxshi qatnashinglar. Xudo xolasa keyingi mental arifmetika musobaqalarida ham maktabimizning sha'nini eng yuqori cho'qqilarda himoya qilish nasib qilsin. To'garaklar va dars tayyorlash vaqti yakuniga yetgach, o'quvchilar uylariga ketishdan avval kechki choyga kirishadi. Bu bir oylik menyu asosida tayyorlanadi va bugungi menyu bo'yicha qulupnay hamda bilinchik.
biz o'quvchilarni kuzatish jarayonidamiz. Novda Schoolda o'quvchilarning bir kuni shunday o'tadi. Maktabimiz hayotini ozmi ko'pmi yoritib bera olgan bo'lsak, biz bundan mamnunmiz. Agar siz ham farzandlaringizni shunday sharoitlarda ta'lim olishlarini xohlasangiz, Novda School eshiklari har doim ochiq.